Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugungi obyektimizda 8 ta eshik, 6 ta rom qo'yib berganmiz. Bundan 4 tasi plastmassa rom, 2 tasi mana ko'rinishda katta alyumin romlardan bo'lgan. Bu old qismi. Eshiklarini Alpro materialidan kirish asosiy eshigini balkon profilidan qilib berganmiz. Ochib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari Akpa firmasidan PVH romlarini qo'yib berganmiz. Bu tomonga chiqishimiz bo'ladi. Xudo xolasa bitishlarini ko'rsatamiz. Bu tomonga keyinchalik перегородка bo'ladi. Baqa перегородка qilamiz. Baqa ham ikkita перегородка tushadi. Ularda ham alyumindan xudo xolasa yasab bitkazamiz. Bitgan holatini ham ko'rsataman xudo xolasa.